O'zbekistonimizdan eng katta tumanlarga xizmat ko'rsatamiz. Bir kunda 750-800 tonna chiqindi qabul qilamiz. 24/7 ga o'tganmiz ish rejimimizni. Bir kunda 170 ta, 160 ta atrofida mashina qatnovi bo'ladi. Endi xodimlarimiz shu yoz suv kunlarida ham chiqindi ko'payganda ham qishlik ro'li kunlarda ham 2 karra oshsa ham shuni bilgan holda o'sha mas'uliyatli yondashib ishlab kelishyapti. Chunki bu vazifamiz, ishimiz. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Nechinchi reys? Ikkinchi reys. Ikkita reys. Ertalab oqli boshlaymiz, hozir ikkinchi reysda. Birinchisini to'kdik, endi ikkinchisiga ketamiz, xudo xolasa. Necha tonna yuk ortilgan? 16 tonna bo'lsa kerak, 16. Shu 4,5 tonna olib kelamiz. Issiqda qiynalmayapsizmi? Allohimiz ancha. Yo'q, o'rganib qo'yamiz. Endi sekin amallaymiz, xudoga shukr. Siz olmiz endi qiyinchilik bo'ladi ham ish. Endi issiq bitta bizlar boshimizda emas-ku, hamma joyda shu issiq. Ishni ichida boshlanib, nechida tugaydi? Endi ishga qarab 6 da boshlaymiz, ish tugatib, marshrutni tozalab, sekin kiramiz-da. Har xil vaziyat bo'ladi, har xil soat bo'ladi. 5:30, 6 da. Har xil vaqtda bo'ladi ish tugash. Qayta yuklash bilan poligon orasi necha kilometr? Mashqdan 4 kilometr borish, qaytish 100 da yo borib kelishimiz. Rahmat. Charchamanglar. Rahmat.